Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilarimiz. Bugun biz sizlar bilan gidroponika haqida bir qisqacha gaplashib o'tamiz. Gidroponikani qanday undirish kerak? Necha kilo undirsa, necha kilogacha ko'payadi va mog'or bosmaslik uchun nima qilish kerak? Bugungi videomiz sizlarga manfaatli bo'ladi degan umiddamiz. Gidroponikani bu hozir 4 kunlik holati, 4 kunlikda mana shunaqangi chiroyli natijaga erishilgan. Albatta birinchi o'rinda sharoit. Gidroponika uchun sharoit qilish kerak. Gidroponika ko'rib turgan patnisimiz zavodskoy patnislar. Tagida mana shunaqangi teshiklari ko'p bo'ladi. Suv to'planmaydi va bu bug'doyni chirimasligiga olib keladi. Gidroponika xona harorati 18-19 atrofida bo'lishi kerak. Xonada har doim filtryatsiya tizimi yoniq bo'lishi kerak. Bug'doy patnislarga yoyilgandan so'ng 3 kun davomida svet o'chiq bo'ladi. Chunki bug'doy dalaga ekilganda ham yerda yorug'liksiz yotadi bu. O'shaning uchun 3 kundan keyin mana shunaqangi nish chiqargandan keyin bu svetlar yoniq bo'ladi va bug'doy mana shu yorug'likka qarab o'sa boshlaydi. Har 3-4 soatda sug'oriladi. Har 3-4 soatda sug'oriladi. Hozir mana shu 4 kun deganda mana shunaqangi chiroyli natijaga olib kelgan. Hozir biz buni qo'yga berish jarayonini ham bir chiroyli video qilamiz. Video manfaatli bo'lsa, bitta chiroyli like tugmasini bosib, podpiska bosib qo'yasizlar. Albatta, bu bug'doyimizga, mana shu patnisga 801 kiloga yaqin bug'doy undiriladi va bu 5 kilogacha ko'payishi mumkin. Mana bu bizning bug'doyimiz. Shunaqangi chiroyli natijaga kelgan mana. Ko'rishinglar mumkin. Biz hozir buni to'g'rab qo'yga beramiz.